Mana bugun xudo xohlasa aksiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sotuvlarimiz ochilgandan buyon kechagi kungacha 100 dan ortiq mijozlarimizga shartnomalarni rasmiylashtirib berdik, to'lovlarni qabul qildik. Undan tashqari ofisimizga 300 dan ziyod insonlar tashrif buyurishdi, xonadon xarid qilishga qiziqish bildirib va aksiyaga qo'yilgan 100 ta xonadonlarimiz tugadi. Lekin Abdurahmon aka bugun ertalab kanalimizda o'tkazgan so'rovnomamizda 70% dan ortiq insonlar maxsus aksiyada xonadon xarid qilishga ulgurishmabdi. Shunga mijozlarimizga nima qilib bersak bo'ladi aka? Yo'q, 70% degani bu juda ham katta raqam. Undan tashqari fikringizga qo'shilaman, juda ham ko'plab insonlar izohlarda ham hali ulgurmadik, ofis qayerda, qachon borsak bo'ladi degan savollar ham juda ham ko'plab kelib chiqyapti. Shu munosabat bilan sizlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Bizni rahbarlarimiz Jamshid aka Achilov bilan maslahatlashgan holatda va mijozlarimiz nomidan iltimos bilan chiqdik hamda aksiyamiz muddatini yana 3 kunga uzaytirishga qaror qildik. Shunda mijozlarimiz yana maxsus aksiyada 3 kun xarid qilsa bo'ladimi Abdurahmon aka? Xuddi shunaqa Yoqubbek, ya'ni dushanba kuni, ya'ni 11-maygacha mijozlarimiz dam olish kunlari bo'lishiga qaramasdan ofisimizga tashrif buyurib, loyihadan o'zlariga yoqqan xonadonlarni tanlab, shartnomalarni rasmiylashtirib, to'lovlarni qilishsa bo'ladi. Va bundan tashqari, xohlasangiz boshlang'ich to'lovsiz, xohlasangiz boshlang'ich to'lov bilan 200 million so'mgacha chegirma asosida hamda qimmatbaho maishiy texnikalar bilan uy xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu maxsus aksiyadan foydalanib katta chegirmada xonadon xarid qilish uchun nima qilish kerak? Bu imkoniyatdan foydalanish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga murojaat qiling va sotuv ofisimizga tashrif buyuring. Sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.